Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Biz Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi Abduqayim Yo'ldoshevning Osmon og'ushi nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Asarda maktab o'quvchisining Jizzax yo'llarida bug'doy qo'riqlab, paxta terib yurgan yillaridayoq uchuvchi bo'lish orzusining amalga oshishi qalamga olingan. Asar qahramoni ming bir qarshilikka qaramasdan maqsadi sari dadil odimlashi va vaqti kelib o'zi orzu qilgan uchuvchi bo'lishi ishonarli, ta'sirli qilib tasvirlangan. O'zbek yoshlarining hayotidagi bir ko'rinishi bilan ahamiyatga molik bu asar. Goodbye Amerika. Ushbu qissa boylik izlab, pul izlab dengiz ortiga yo'l olgan vatandoshlarimiz haqida, keng imkoniyatlar mamlakatidagi safarning ayanchli xotimalari, har joyning ham toshu tarozisi borligi, asli baxt vatanda ekanligi haqida. Hikoyalarda asosan jizzaxliklarning turmush tarzi qalamga olingan. Biri dehqon, biri cho'pon, biri mirshikoru, yana biri mirob. Bu odamlar vatanga beminnat xizmat qilayotgani va xizmati evaziga ta'ma qilmayotgani tasvirlangan. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, bizning Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.